Bu darvozamizni egasi so'ramagan holatda mana sizlarchi ko'plarga qo'shnilarga yetib olgan. Bilasizlar? Hamma joylarda uloq boshqa qo'shilmagan. Ana shu kunlarda jamoatchilar ko'p yo'llayapti. O'shaning uchun kalta uloq bilan qilib, qozon chiqargan holat emas. Assalomu alaykum. Assalomu Hop, hurmatli obunachilar, mana Islomjon akamizni oldiga keldik. Darvozalarni Ramazon oyiga aksiya qildilar. Narxlarni yana tushirdilar. Imkon boricha o'qib qoling, uspet qilsangiz bo'ladi. Mabodo Islom aka, bir yarim kunini berib, yarmini berganda sen olasizmi ozod vaqt 1-2 uch oy O'zimiz kelishimiz mumkin. O'zimiz gaplashamiz. telefon qiling-a, shu chiqqan telefon raqamlariga telefon qilib, ular bilan gaplashsak. Darvozamiz darajasi 3,5 bo'lgan, xudolar 8 ga 8, 2 stenkada bo'lgan, qovurg'alari 1-3lik, 6 ga 4 profil qo'ygan. Shularni reblonli istodi 1-3lik qo'ygan. 1 million so'mga oddiy bo'ylab dastlabkasi bepul. Sen rejaga ishlar qilib qo'yganlar ham o'ta zo'r. Apparatni boshqa listi ham yaxshi holatda ekan. Islomjon aka birimizni narxi razmeri. Bu darvozamiz Istanbulga darvoza. Chekkalari 8 ga 6 profildan bo'lgan, ichlari 6 ga 4 stenadan ham bo'lgan. Listlari toza 1-3lik darvoza. Ramazon oyiga bitta Islomjon aka 7 million 200 ming so'mga oddiy bo'ylab qo'varib o'rnatib beramiz. shuni tiks qilaylik bizni nomimizdan. Oka keling Ramazon oyiga. Faqat Ramazon oyida olganlarga 7 million beramiz. So'xonliklardan chiqqan bo'lsa 7 million qani oxirlanadi. Bu ham mana listlar boshqalar ham chiroyli ishlanadi. 220 ga 2,5 balandligida bo'lgan darvozamiz. Ular 8 ga 8 da bo'lgan. Buni e'tibor berasizlar. Xudo xolasa 1.5 stena, 6 ga 4 profillarimiz 1-3ligida bo'lgan. Listlarimiz ham hamma 1-3lik. Toza 7 million 800 ming so'mga vodiy bo'ylab o'rnatib beramiz. Shuni ikkita 6 ga qilsachi aka 100 so'm o'tmas. 6 million 700 million. 6 million 700 ya'ni zo'r narx oxirgisi. Lekin davlatda chiroyli holatda ishlangan. O'ta chiroyli mehr berilgan ekan. Tagilarga boshqalarga ham e'tibor bering. Mana bunday ishlaydigan joylari mana nerjavakalari ham dubayskiy fasonni shtampovkasi. Razmeri 3 ga 3,5 bo'lgan. Bu darvozamiz qirg'oqlari 8 ga 6, ichlari 6 ga 4 1-1ligidan bo'lgan. Listlari toza 1-3ligidan bo'lgan. Islomjon aka chegirma qilishda davom etadi. Hurmatli obunachilar, shuni 4 million 800 ga bering aka. 5 million yaxshi aka. Aka qo'lga bering. 4 million 900 ga beradilar. Ma atdi, baraka. Bir so'm o'tmaydi. 340 ga 3,5, 8,5 millionga tayyor dastavka bo'lib ketibdi. Holatini bir aytib o'tdim. Narxini ham bilinglar, zo'r narx. Bu darvozamiz bu ham reblonka darvoza. Qirg'oqlar 8 ga 6, 6 ga 4 1-3lik toza reblonka darvozamiz. Reblonli listlarda bo'lgan. Buni razmeri 340 ga 3,5. Bu darvozamiz 8 million 300 ming so'm. Agar adresagan obunachilardan bo'ladigan bo'lsa 8 million so'mga beramiz. 8 million emas, buni ham mana bitta kelsangiz 7 million 900 ga beradilar bu bor. Bizni nomimizda. Ichkaridagi jarayonni ham ko'ramiz. Islomjon aka ichkarida ishlayotgan mana profillar, boshqalari, kalta uloq qo'shilmaydi deyapti. Hammasi butun profillar ishlatiladi. Profillar boshqalarga e'tibor beringlar. Bilasizlarmi? Hamma joylarda uloq boshqa qo'shilmagan bular. Ana spekulyasiya jamoatchilar ko'p yo'llayapti. O'shaning uchun kalta uloq bilan qilib, qozon chiqadigan holat emas. Shu ko'rsatgan darvozalarimizda Islomjon aka aytdilar, xohlagan razmerdagi agar o'ylarga to'g'ri kelmasa, xohlagan bosondan Amplesxon kelishsa, imkon bo'yicha sizning nomingizdan kelishsa, biz o'chirtirib qilib beraman deydi. Yana ko'rsatgan shu raqamlarga telefon qilib, bemalol zakaz bersangiz bo'ladi. Murojaat uchun telefonlarni qoldirib, telefon qilish maslahat beramiz.